vaqtinchalik chimildiqda o'tiradi. To'y tugagandan keyin 2-3 soatdan keyin kuyov kiradi. Kuyov kirguncha o'zi 3 soat o'tgan, nafasim bo'g'ardi. Yangamga nafasim qisyapti, nima qilay desam, chimildiq ichida shunaqa bo'lib turadi. Mo'ralab tur derdilar. Biroz ochinglar, mazam bo'lmayapti desam ham ko'nishmasdi. Birdaniga hushimni yo'qotdim. Hamma narsani bilib turardim, lekin tutqanoq tutgandek titrardim. O'zimni boshqara olmayotgandek bo'lardi. Bir pasda ustimda tumonat odam yig'ildi. Sraz erimni chaqirishibdi va erim ko'tarib mana tezlik bilan tez yordamga olib borgan. U yerda esa rosa bir haftada o'zimga kelganman. O'zimga kelgandan keyin baribir hech qayerni qimirlata olmasdim. Keyin esa u qilishdi, bu qilishdi, hamma doktorlar ko'rsatishdi. Hech narsa kasallik chiqmadi. Oxiri mani domlaga dam soldirgani olib borishdi. 2-3 marta borganimizdan so'ng domla bu qizga ilm amal qilingan. Bunga dam solish kerak dedi. 1 yil dam soldirdik. 7 oyda oyoqqa turdim. Harakatlarim boshlandi. Shundan keyin qaynonamga hamma tuhmat toshini otishni boshladi. Lekin qaynonam buni tagiga yetaman dedi va tagiga yetdi va kimligini ham aniqladi. Bu alohida hikoya. Qaynonam eng katta qilgan savob ishi bu folbinlikni tashladi. Folbinlikni tashlash uchun kimdir uni qo'lidan olish kerak ekan. Kimdirga qanchadir pul berib o'z kasbini kimgadir o'tkazib berdi. O'tkazib berish uchun falon pul ketdi. O'g'lini baxti uchun voz kechdi o'z kasbidan.